uchrashib yurganimizda bizda jiddiy kelishmovchilar bo'lishi mumkinligi hattoki xayolimga ham kelmagan. Biz mutlaq mos keldik. Men u xohlagan narsani qilishga tayyor edim va u har doim mening takliflarimni qabul qilishdan xursand edim. Bu menga juda yoqar edi. Biz jang qilishimizni tasavvur ham hattoki qila olmas edim. +1 301 760 60 70 bizning WhatsApp raqamlarimiz aziz do'stlar. Shuningdek unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. Bugungi dasturimizning mavzusi esa biz ziddiyatlarni qanday hal qilamiz deb ataladi. Albatta aziz do'stlar, romantika, euforiya davri juda yaxshi, lekin har bir juftliklarda bo'lgan kabi ziddiyatlar ham bo'ladi, janjallar ham bo'ladi, kelishmovchiliklar ham bo'ladi. Lekin qanday hal qilamiz biz ularni? Mana shu eng katta savollardan biri. Men masalan uchrashib yurganimda bizda qandaydir kelishmovchiliklar yoki janjallar yoki bahslar bo'ladi deb hech ham o'ylamagan edim. Lekin bahslar paydo bo'ldi va bu narsa katta muammoga olib keldi aziz do'stlar. Aytaylikki, muammolar birinchi o'rinda bizning nikoh oyimizda boshlandi, birinchi asal oyidayoq va bir necha yil davom etib keldi. Va men shu xulosaga keldimki, men turmush o'rtog'imda logika degan narsa umuman mavjud emas deb. Lekin men bu narsalarni kutmagan edim chunki. Nimaga desangiz, bu yerda har bir inson o'zgacha bir xarakterlarga moyilligi bor aziz do'stlar. Chunki har birimizda o'zimizning xohishimiz, har birimizning aytaylikki biz nimadir qabul qilmaymiz yoki va hokazo. Nimadir bizni asabiylashtiradi, nimadirda esa umuman har xil narsalar bizni xursand qilib qo'yadi, to'g'rimi? Lekin masalan, men turmush o'rtog'im musiqa yaxshi ko'rishini payqab qoldim. Men esa buni kerak emas va umuman bema'ni narsa deb qabul qildim. Yoki aytaylikki, nima uchun ko'pchilik turmush o'rtog'im mana menga aytadiki, mana shu televizorda yoqiq uxlayverasan deb aytadi. Lekin men mana shu narsaga o'rganib qolganman. Nimaga? Biz sizlar bilan o'tgan galgi dasturimizda suhbatlashgan edikki, agar sizlar ota-onangizga o'xshasangiz, mana shu narsa albatta menda ham bu narsani o'ylab qo'ydi. Meni uyimda, masalan, mening oilamda otam televizorda yoqib qo'yib uxlar edi. Va mana shu odat menga ham o'tib qo'ydi. Lekin aziz do'stlar, har bir inson o'zgacha, har bir insonning o'zining yaxshi ko'rgan bir xulosasi bor. Ba'zida albatta turmush o'rtog'im uyda musiqa eshitsa, bu meni albatta asabiylashtiradi, chunki men uyda ishlayman, menga tinchlik kerak. Yoki men o'zimni qachon qulay his qilaman, qachonki men ishlab yotaman va yon atrofimda hech kim bo'lmasa, hech narsa menga umuman xalaqit bermasa deb. Nimaga deganingizda aziz do'stlar, yillar o'tgan sari mana shu narsaga ko'p e'tibor berdimki, yillar o'tgan sari mana shunday mayda-chuyda narsalar afsuski ko'p ziddiyatlarga olib keldi va bu narsalar afsuski oilaviy janjallarga ham olib keldi. Va mana shunday kunlarda menda mana shunday fikr paydo bo'lardiki, men umuman menga to'g'ri kelmaydigan turmush erkakka chiqdim degan fikrga kelardim. Agar men mana shunday fikrga ham o'ylab qolardimki, agar men boshqa insonga turmushga chiqqanimda yoki meni turmush o'rtog'im meni ikkinchi juft halolim bo'lganda, albatta u meni qo'llab-quvvatlar edi deb aytar edim. Men mana shunday xayollarga o'ylanib qolar edim. Lekin bu narsalar keyinchalik bilasizmi, psixologlar bilan ishlash, psixolog bilan suhbatlashish va albatta ko'p psixologiya jihatdan kitoblarni o'qish menga juda ham katta yordam berib keldi. Bilasizmi, yana bir narsa menga yordam berib keldiki, chunki men shu narsani tushunib yetdimki, oilada har xil janjal bo'lishi mumkin, lekin ularni qanday yechish kerak? Umuman olib qaraganda, ziddiyatlar kelganda,
shunchaki to'g'ri tushuntirib aytish kerak ekan aziz do'stlar. Va biz mana shu narsaga keldikki, oldin urush janjal bo'lganda baqir chaqir idish tovoqsin bo'lsa, hozir esa sekin asta tushuntirishga harakat qilib qoldik. Bilasizmi aziz do'stlar, men juda ham ko'p oilaviy ziddiyatlar to'g'risida eshitganman va juda ham ko'p aytaylikki, ularning yechimi borasida men qoyil qolardim. Biz yana bir narsani tushunishimiz kerakki, mana shu ziddiyatlarni qochish bu umuman aytaylikki mumkin ham emas. Ziddiyatlar bo'ladi ham. Bu birinchi o'rinda bir narsani tushunib yetishimiz kerakki, ziddiyatlar, uydagi janjallar bizning qilgan tanlovimiz, jufti halolda tanlashning noto'g'riligi emas aziz do'stlar. Bu yerda aytmoqchimanki, janjallar faqatgina shu bir faktni bizga qo'llab-quvvatlashga, aytaylikki, tasdiqlaydiki, biz odamlarmiz. Biz o'ylaymizki, biz mukammalmiz. Mening turmush o'rtog'im mukammal deymiz, lekin aziz do'stlar, biz bir narsani tushunmaymizki, bizning jufti halolimizning ham biz to'g'risida mana shunday iboradan bo'ladi. Ha, balkim mening turmush o'rtog'imning logikasi men kutganchalik ham emasdir. Balki aytaylikki, uning emotsiyasi ham unday emasdir. Albatta aziz do'stlar, chunki bizning kelajagimiz, bizning hayotiy bo'lgan umumiy ko'rinishlarimiz ham, bizning insoniy tariximiz ham balkim umuman olib qaraganda qadriyatlar, xarakterlardan bu faktorlar har bir insonga har xillikni bildirib keladi. Janjallar bizni nimaga o'rgatib qo'yadi aziz do'stlar? Birinchi o'rinda sevishga, qo'llashga, quvvatlashga aziz do'stlar. Va bu yo'ldir. Bu yo'lni biz birga bosib o'tishimiz kerak. Faqatgina eng to'g'ri tanlagan narsa bu qanday qilib biz ularni yechim qilamiz, qanday qilib biz to'g'ri yechim chiqaramizmi deb. Balkim ba'zi bir janjallarda biz jiddiy bo'lamizki, qayerdadir esa unday emas aziz do'stlar. Bu har xil janjallar bo'lishi mumkin. Bolalarni bog'chaga olib bor yoki qanday qilib idish tovoq yuvuvchi mashinkani to'g'ri ishlatish yoki aytaylikki farzandli bo'lishmi bo'lmaslikmi deb. Bu albatta, bilasizmi, janjallar o'ta katta bo'lishi mumkin, janjallar o'ta mayda bo'lishi mumkin. Ular bizning hayotimizni, aytaylikki, kechni, haftani, oyni yoki butun umrni buzib qo'yishi ham mumkin. Lekin mana shu janjallar bizni sevishni, qo'llab-quvvatlashni o'rgatib ketadi aziz do'stlar. Biz o'rganishimiz kerak, qanchalik biz to'g'ri insonni eshitamiz aziz do'stlar. Biz shuni narsani unutmasligimiz kerakki, biz o'zimiznikida turmasligimiz kerak. Men aytdimmi, demak shunday bo'ladi emas aziz do'stlar. Jufti halollar bir-birini tinglashga o'rganish kerak aziz do'stlar. Eng yaxshi maslahatlardan biri bu albatta tinglash vaqti deb ataladi. Agar men turmush o'rtog'imga avvallari biz gaplashishimiz kerak degan so'zni aytgan yoki bu so'zlar uning kayfiyatini buzar edi. Hozir esa aytamanki, men vaqt ajratmoqchiman seni yaxshi tinglashga deb. Ha, aziz do'stlar, bu yerda aytmoqchimanki, tinglash bu yaxshi, suhbatlashish ham bu yaxshi. Lekin biz qancha vaqt ajratamiz? Biz umuman tinglaymizmi degan so'z keladi. Umuman aziz do'stlar, savol kelib chiqadi va mana shu savollarga o'zingiz javob berishga harakat qilib ko'ring. Men oxirgi marta qachon turmush o'rtog'im bilan o'tirib chin ko'ngildan suhbatlashganman? Yoki qachon men oxirgi marta yaxshi bir fikrga kelib turmush o'rtog'imga aytganman yoki qachon men g'azablanmasdan turmush o'rtog'im bilan suhbatlashganman degan savolni berib ko'ring. Aziz do'stlar, biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. To'liq darslarimiz bilan alkitab.media saytimizda tanishib olishingiz mumkin.